Shahlo, men oila haqida o'ylayotgan edim. Baxtli oila bo'lish uchun nima qilish kerak? Zohidbek, mening fikrimcha oilada o'zaro hurmat va muloqot juda muhim. Oila a'zolari bir-birini tinglashi kerak. To'g'ri, ammo qanday qilib? Keling unda bu savolga javobni yurtdoshlarimizdan eshitsak. Yaxshi, Baxtli oila deganda nima tushunasiz? Baxtli oila degandanmi? Xudoga shukr, 3 ta farzandim bor. Hammasi uyli joyli qildim. Yaqinda nevarali bo'laman. Yana baxtga nima kerak? Uying, oilang tinch bo'lsin, o'zing yaxshi yursang, oilang tinch bo'lsa, shu baxtda biz uchun. Baxtli oila deganda nimani tushunasiz? Baxtli oila deganda avvalo yurtimiz tinchligi, o'zimiz tanimiz sog'ligi, bolalarimiz sog' salomat. Oila baxtli bo'lish uchun birinchi oilani yaxshi ko'rish kerak. Farzandlarni yaxshi ko'rish kerak. Odam ayolini hurmat qila bilish kerak. Ayolini yaxshi ko'rish kerak. Oilaga, ayolga e'tibor berish kerak. Ayol bilan erkak ikkalasi hamjihatlikda bo'lsa, baxtli bo'lish, bundan ortiq baxtli bo'lmaydi. Baxtli oila deganda birdan bo'lib yashash, ham fikr bo'lib yashash va qiyin vaziyatda bir-birini qo'llab-quvvatlash tushuniladi. Sizni turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Endi uylanmaganmiz, endi turmush o'rtoq endi yaxshi bo'lish va qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlash kerak-da. Men u emas, ne только u, nafaqat u, balki o'sha mana qo'llab-quvvatlashim kerak. Turmush o'rtoq deganda, oila deganda o'zi umumiy ota-ona, aka-ukalari tushuniladi, o'sha har kimni qo'llab-quvvatlash kerak. Baxtli oila bo'lish uchun oilani ustuni, ota-ona, aka-ukalar, o'zingiz doim sog' salomat bo'lishingiz kerak. Juda o'ylayman, tinch mamlakatda yashash kerak baxtli oila bo'lish uchun. Har qanday kunda ham, qiyinchilik kunlarda, yaxshi kunlarda birga o'sha qiyinchilikdan o'tsa, o'shanda baxtli oila bo'ladi. Sizni turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Turmush o'rtog'im avvalambor sadoqatli, vafoli, hayoli bo'lsin deyman. Keyin ilmga sal bo'lsa ham, sal emas, ilmga chanqoq bo'lishini xohlayman. Chunki ilmli onadan ilmli farzand dunyoga keladi. O'shanga shunaqa bo'lishini xohlayman. Oila mustahkam bo'lishi uchun er va xotin o'rtasida muhabbat bilan birgalikda ishonch va hurmat ham bo'lishi kerak. Ko'pchilik yigitlar to'ydan oldin bir dunyo va'dalar berib, ba'zan esa bu va'dalar so'zdan chiqishmaydilar. Endi sizga savol. Siz va'dangizda tura oldingizmi?